bitta qo'yin bor. Bittami? Men senga shaxsan senga o'zim bitta qo'yni beraman. Kim bo'lmasa, qaysi millati bo'lmasa ham, qaysi holati bo'lmasa ham, hamma yoshlar bu yangi O'zbekistonda katta oilani a'zolari. Shuning uchun men sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Men Paralimpiyada sportchiman. Aynan kommunal sport turi Milliy gvardiya tasarrufi o'tgandan keyin juda katta rivojlanish olib ketdi. Yana xohlardi kelajakda nasib bo'lsa xalqaro turnirlar ham Paralimpiya turnirlari ham O'zbekistonda o'tkazilsa xursand bo'lardim. Yilda bir marta yoki 2 yilda bir marta qo'mondon klubida bo'lib o'tsa Nurus degan odamlar bilan aynan Paralimpiya sportchilari. Tomondan otish federatsiyasi juda katta marralarga oldi. Tomondan otishni ommalashtirdi. Hamma viloyatlarda, hamma tumanlarda tomondan otishni ko'paytirmoqda. Kim o'zim ham shug'ullanaman desa, mana shu tomonda tekinga beradi. Tekinga hammalariga beramiz, shug'ullanamiz. Yoshlar kuni munosabati bilan Olmazor tumanidagi 2-sonli g'amxo'rlik markazida Milliy gvardiya qo'mondoni hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar, qolaversa parasportchilar bilan ochiq va samimiy muloqot bo'lib o'tmoqda. Mazkur uchrashuv oddiy uchrashuv emas. Bu yoshlarning murojaatlari yechimini topadigan, taklif va tashabbuslari amaliy ko'rib chiqiladigan muloqot maydonidir. Ochiq suhbat davomida bildirilayotgan har bir murojaat atroflicha muhokama qilinib, yoshlarning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarish hamda mavjud muammolarni hal etish bo'yicha aniq choralar belgilab olinmoqda. O'zbekiston termasi paralimpiya bo'yicha o'tgan O'zbekiston chempioni, 5 karra jahon seriyasi chempioni va 3 karra Osiyo chempionilar. Hammalar uchun namuna bo'lish kerak. Hammaning intilishlaring, shunga qarab intilishlaring, yana ko'proq intilishlaring. Matbuot xodimlari operatorlar blogerlar noma'lum shaxslarga ishga olish imkoniyati mavjud. Sizga rangli qilib yordam beradi, o'zimizga ishga oladi. Bizga ipoteka muhim bo'lishlari iltimos so'rab qolamiz. Agar iloji bo'lsa, sizlarda otlar bor, shunga borsak deb so'rayotgan. O'rganib chiq, ro'yxatini qil, avtobusni ajratib, qachon desa kunlarda belgilab qo'yinglar, hammasini olib borib ipotekaga yo'llash bo'ladi. Bo'ladimi yo'q? Nazorat qil, menga olib. Mani bir niyatim bor edi. Shu niyatimni amalga oshirib berishingdan iltimos. Qo'limizdan kelgancha yordam beriladi. Qizim Mansurova Elmira nogiron, birinchi guruh nogironi o'ng tomoni ishlamaydi. Sizlardan iltimosim shu ediki, bitta aravacha bersanglar. Milisiyaga mashinaga o'tirib, shahar aylashga qolmayman. Agar ruxsat bersangiz, anga mashina yashqanaman-da. Muammo yo'q ishlarida. Qayerda xohlaysan aylanishni? Toshkentda ko'ramoqchi bo'lsan, nimani ko'ramoqchi? Toshkentda ko'rmoqchiman. Bemalol ko'rsatiladi.